Birinchi Telegramga kirishinglar kerak. Telegramga kirgandan keyin kanalimga kirasizlar iJob.pubg'ga. Keyin o'zingizlar cheat tanlaysizlar, xohlasanglar buni mana videosini ko'rasizlar, yoqsa o'rnatasizlar. Xullas shu yoqdi deylik masalan. Shuni ustiga bosasiz, videoda ko'rsatilgandek, pastda parol yozilgan bo'ladi. Keyin zarchiverni tanlaysizlar bu yerdan. Keyin buni ustiga bosasizlar. Ustiga bosib papkaning ichiga kirishinglar kerak. Buni emas. Mana qaranglar, ichiga papkaning ichiga kirganingizda files degan narsa chiqishi kerak. Shuni ustiga bosib turib nusxalaysizlar. Keyin Android degan papkaga kirasizlar, shu yerga tashlaysizlar ko'rsatilgan joyga. Keyin iJob.pubg'm kodini yozasizlar. Agar copyright qolgan bo'lsa, uni bo'lmasam o'zingizlar yozib, OK bossanglar bo'ldi. Keyin files degan papkani yana nusxalashinglar kerak. Xohlasanglar yana ustiga bosib turib nusxalaylar. Keyin dataga kirasizlar bu yerdan. Keyin bu yerda com.tencent degan PUBG papkasi bo'ladi. Qidirasizlar va topgandan keyin shu yerga tashlaysizlar o'shani. Yana pastdagi tugmaga bosib va buni barcha fayllarga qo'llamog'i bosib almashtirishni bosasizlar. Keyin esa cheat o'zi o'rnatiladi. Xo'sh, keyin bu yerdan chiqib ketasizlar o'rnatilgandan keyin polni va xohlasanglar PUBG'ga kirib ketsanglar, xohlasanglar yana cheat o'rnatsanglar bo'ladi. Yo'qga gapirishim shart emas. O'zingizlar videosini ko'rib qaysi kiyimdaligini bilib olasizlar. Mana bu yerga qo'ysanglar, внешка bor bo'lsa, внешка bor. Mana bunda soch bor, ko'ryapsizlar. Xullas shunaqa qilib ishlatasizlar. Va keyingi tutorial videolarda ko'rishguncha